Assalomu alaykum barchaga. Hozir hamma bilaman qo'rqinchli holatga kelib qolgan, chunki qilgan qayerga yo'qolib qoldi deb. No, xavotirga o'rin yo'q. Hamma qilgan ishlaringiz turibdi, bazada saqlangan holatda. Demak, o'zar filtr qo'ydik. Mana bu ikkita filtr qo'yib qo'yganmiz. Boshlanish va tugashi. Demak, boshlanishiga nima yozasizlar? Biz sinflarda 2 dan 11 gacha 1-dekabrdan 1-dekabr holat bo'yicha kirgizingizlar deganmiz. Qonun evaziga dekabr qo'yish kerak. 1-dekabr poyezd postka vaqti sizlarda chiqish kerak. Agarda poyezd postka chiqmasa, demak sizlar noto'g'ri qilgan bo'lasizlar. Demak, men 156-maktab ustidan ko'ryapman. 156-maktab 2019-yilning sentyabr oyidan boshlab olgan. 2-sentyabrda. Mana qo'shgan sinflar turibdi. 3-sinflar bo'lsa 2018. Bitta sinf qo'shilyapti. O'shaning uchun biz aytgandik, 1-dekabr holatigacha sanasiga 1-dekabr holati qo'yilsin deb. Agarda kimda kim o'sha sanasini 2020-yil 1-dekabr holatiga qo'ymagan bo'lsa, o'zgartirishini so'rab qolamiz. Tasdiqlab qo'ygan joyda o'zgartirsa ham bo'ladi. Bekor qilish bo'lsa sizlar o'zgartirish. Saqlash. Tasdiqlab qo'yamiz. Bu tizimni nima uchun o'zgartirdik? Hozir ko'pchilikda savol bermoqda, o'quvchim qaysi sinfda deb. O'quvchini yozsangiz, o'sha bor sinflarda chiqadi. Agar ikkita sinf deb qo'ygan bo'lsa, ikkita sinf qolib ketadi.